Assalamualaikum Mehmet To'xtatullo efendim. Qanday ahvolingiz yaxshi turdingizmi? Alaykum assalom. O'zing yaxshi turdingmi? Salomatchilikmi? Yaxshi, Xudoga shukr. Nima necha haftadan yoqi Uyg'ur haftaligi nihoyat yaxshi yetib bordi. Shunga menmi qitilib buningga. Buningga o'zimdan kesib mush bo'lgandikin, mushuni qarta bir necha savolni qilsak, savol so'rash shekilli maqsadim yaxshi bo'ldi deb o'yladim endi shunga. Buni qitilib o'tirdim. Endi ma hafta endi bir necha savol tayyorladim. Hoş geldin. Balkim qaytib qo'ygudek yoki nima qilgudek bo'lsa qaytib qo'yasiz. Men savolimni boshlay. Birinchi savolim mush hafta Duxning saylim ep berildi shu bir necha hafta ichida. Masalan, Turkiyada o'qishimda boshqa bir Turkiyadagisi shanba kuni bo'ldi-ku deyman. O'tgan shanba. O'tgan shanba bo'ldi. Başqa davlatda hamda yakshanba bo'libdi deb angladim. Bu Duxning saylimiga qandaq masalan yaxshi taraflar bo'ldi, pozitiv taraflar bo'ldi yoki qanday negativ taraflar bo'ldi, o'zingizning ko'z qarashingizni deb boqamsiz. Endi Dünya Qurultayı 2021 yildan boshlab shu vakillarni ommaning ovozi bilan saylashni yo'l qo'yib keldi. O'zingizda. Bu ikkinchi saylan. İkinci qatımlıq saylan. Ben aldığım saylamda qatnaşqan vekil nomzodi bo'lgandim. Bu qatim nomzod bo'lmadim. Ama saylamga nazoratchi bo'lib, bizningki mahalladagi saylamga qatnaşdim. Dünya Qurultayı bu saylam tüzümünü resmi umumlaştırıp bir sistematiga ekilligini yo'q. Saylam mustaqil bir komitet tarafidan tashkillanib, ondan keyin oxirigacha shuning nazoratida ilib boradigan darajada bir halga kep bulanmadı. Həminlik bir saylam nizamnaməsi qatarlıqlarmı her qatımlıq saylamның aldida vaqtliq e'lon qilinganini hisob qilmaganda yo'q bu jihatda bir sistemlik ishlar olib berilgani yo'q. Ammo bu yerda olqishlashga tegishligi menimcha hamda demokratiyaninki yo'lga qo'yilishi, boshlanishi. Biz chet ellarda kurash qilayotgani 50 yil, hatto 70 yildan oshgan bir millat. Vatanda Xitoyga qarshi kurash qilayotgani 200-300 yildan oshgan bir millat. Demak, bizniki siyosat bilan bo'lgan munosabatimiz zich, chambarchas bog'lanib ketgan. Ammo bizda demokratiyaniki tashkillanishi, uningki sistemlashishi yetarli amalga oshmay keldi, chunki biz hech qachon o'zimizniki davlatiga erishamadik yaqin zamonda. Endi chet eldami bizning tashkilotlar ko'pincha jamoat tusini olgan. Jamoat tusini olgan tashkilotlardan demokratik saylanish, raqobat, o'qituvchilik degandek narsalar amillashmaydi, bo'lmaydi-ku. Shunga jihatda bir demokratiya kültürün bizde şekillenip bo'lgan emas hozirgacha. Shunga Dünya Qurultayiniki bu o'zining raisini, o'zining vakillerini saylam orqali saylashga yo'l qo'yishi menimcha nihoyatda ahamiyatli bir boshlanish. Ammo bu deganimdek yetarli nima erishib bo'lmagan bo'lg'achqa tashkillanish va u turkcha qurumsallashish deymiz-ku. Xo'sh, to'g'ri. Bu yerlardan taqdirlash planlanan bo'lg'achqa nurg'un nuqsonlar mavjud. Masalan, bu qatimqi saylamda men his qilgan narsa biri qattiq nisbati tuvan. İstanbul'da nurg'un necha ming Uyg'ur bor. Shunga necha ming kishi qatnashishi kerakda, ammo u qadar kishi qatnashmadi. Ondan keyin saylamdagi təşviqatı, saylamga nomzod bo'lgan kishilarninki raqobat yeni bu jihatlarda tuvan. Masalan, men meni nomzodlikqa saylanlar deb kishilarninki videolarini tatqinni masalan yozmalarni yozganini yoki kishilarni yig'ib faoliyat qilganini ko'rmadim. Albatta demokratik saylamlarda raqobat ayrılmaz bir narsa. Baslashmaguncha u yerda iqtidor namoyon bo'lmaydi, iqtidor namoyon bo'lmaguncha kishilar kimni saylaydiganligini ko'rolmaydi. Shundoq
Shundaq. Men bu yerda bir qistirib qo'yish to'g'ri keldi bir narsa. Nima qilay? Hı hı. Men bu men shu nimaninki saylam jarayonida faqat bir ikki o'quvchininki shu nimaga nomzodlik vakilligini qilgan ikki o'quvchininki o'zini masalan to'plarda tunishtirib degandek yoshlarga işte guruhlarga o'zini tunishtirgan yozmalarni yo'llab qilganlarni ko'rdim. Endi Hı bu hı. masalan o'ziniki masalan har qanday bir demokratik bir davlatlarda masalan ya partiyaning saylim bo'lsin yoki Cumhurbaşkanının saylim bo'lsin, u bu vaqtda o'zining bir saylam propagandasini qiladi. O'zini nim ko'z tutadi, o'zining aloyidliklarini degandek namoyon qildi. Men mush ikkisidan belek boshqa hech kimniki o'zini hamda nomzodlik o'zining aloyidligi, nada o'qiganligi, nima ish qilganligi, necha vaqtning yoqi nada ekanligi to'g'riliq uning aloqador hech qanday bir narsa ko'rmadim. Ham yana birisiga bu guruhlar taqiqlagan ba'zi narsalar shu guruh boshliqlari tarafidan yuvitildi-ku. Aslida bu xalqmi aktivlik bilan masalan buning qatnashishi kerakdi. Men shunda umid qilgan hamda qarasam guruhdagi narsalar yuvitildi uchun munosabatsiz deb. Asli bu chet elda masalan u guruhlarmi normal o'ziga tushliq da'vo qilayotgan Ben, bir xo'sh. ben yok gruplar olsaydı kandak yutuldu, nimeler yutuldu. Masalan özünün mesela siyaset okuganlığı, muşu Dünya Qurultayınınki İstanbul vekilliği tanlanganlığı ve özününki bunun keyinki qilishga tegishli ishlar degandek jarayonlar özünü tunishtirgan bir nimalar batdi. Bir necha guruhlar bor, hamda necha vaqtdan aktiv xizmat qilib kelayotgan. Ashuna guruhlarga taqiqtilgan bo'ldi. Ba'zilaridan bu shular yuvitildi hamda. Aslida bu yoshlarning qo'llashi, yoshlarning tushunishi, masalan degandek qilish kerak deb bu hamda yana birisiga o'zini tunishtirgan bir narsa bo'lgandan keyin bu yoshlarmi buni to'g'ri tushunishi kerak edi. Hatto buni yuvetishga tashabbus qilgan odamlar yoshlarning ba'zilari siyosat o'qiganda hamda bu eng oddiy aqlli qoida hamda buni qanday yorumlaymiz masalan qanday Onu, tushunishimiz kerak. onu yutuşun teşebbüs kılarlar üstümüze gelip kalsın dedim. Yo'q, bu munosabatsiz uchur degan shaklda. Gapga Yani, elish emas, munosabatsiz. toplum sınırları yönetim ona. Xo'sh, ha, shunday. He. Yani o yerde bo'lmag'achqa unga konkret nima ahvol shu vaqtga ahvolni atmosferani tushunmadim. Xo'sh. Ama bizde hı hı. Davomlashtirma anglayaptim. Ama bizden demokratik bayağı diyendek demokratik kültürü, demokratik bir medeniyet şekillenmeyen doğuştan öktüçü avazlarını köpünçe tehdit his kıldıkan, yoki öktüçü avazlarını özüge nispeten cemiyetke nispeten, dava nispeten ziyarlıklar paraydıgan haiz intayın iyi verendi. Siyasi yollarınki yoki cemaat erbaplarınki kendin bizimki yoki faaliyetçilerinki, uygulamalarınki işte cemiyet azırak opozulmak kişilerinki aldığı kendine de azırak tanıklısan onu derhal fitne kıldı da düşündüğün yoki bulmuşsa birlikimizni buzdu da düşündüğün bunda haiz köp uçuraydı. Elbette tanqid qildimda, haqorat qildigan, tanqid qildimda boshqalarniki obro'yiga, inoatga qildigan bundaq ahvollarmi yo'q emas. Ya'ni ikki oshqulliqning orasida biri tanqidni faqat qabul qilmaydigan mustabid oshqulliq, yana biri tanqidida boshqalarniki izzat obro'yiga daxl yetkazadigan, boshqalar uchun qildigan aşkılık bu bizdeki şu xil tanqid kültürününki, tanqid medeniyetine yetilmegenligininki nimesi. Balkim şu yerdimi saylanның inovati yoki bizniki masalan saylovchilarniki yoki saylovni tashkillovchilarniki obro'yiga daxl yetib qolsin deb ashunday qilgan bo'lsa kerak endi. Balkim. Boshqa qo'shib qo'yadigan masalan yana birisiga bu Do'xninki bosh vakili masalan Do'lqin Isa apandi takror buningga vakil bo'lib saylandi.
Ötkende bilirsiz emdi bunun qarta bir jinsi parakendichilik yoki bu rost bolsun yoki bir bununla nim qılıp atqan iftira bolsun. Bu muşta bol demdi. Bununla qarta mesela özünün tekrar namzatlık göstərişi degендek bunun qandaq qaraysiz? Qandaq buluş gerek edi? Yoki bunundan mı yaxşı ep beriş imkaniyeti barmidi? Bu mesele yüz bergen vaqtda dastlab o'tirib chiqqan vaqtda bu notosdagi xabar. Men burada nima qilish kerakligi haqida Facebookda bir qancha takliflar sungan edim. Ularninki ko'pinchisi javobsiz qoldi. Albatta menga javob berish majburiyati yo'q, ammo xalqqa, saylovchilarga, vakillarga javob berish mas'uliyati bor. Lekin Dünya Qurultayı hozirgacha nimada Erkin Asiya radiosidagi Uyg'urcha bilimda qilgan nima navbatda hisob qilmaganda Uyg'urlardan rasmiy yo bir kechirim so'raydigan yoki Uyg'urlarga bir tushuncha beradigan bir ishni qilib boqmadi. Inglizcha bir qancha qatim o'zini tushuntirib yoki masalani tushuntirib bayonotlarni bergan bo'ldi. Ben bunu bir mas'uliyatsizlik deb qarayman, shaxsan mencho. Çünkü Dünya Qurultayı aldı bilen Uyg'urlarga javob berish kerak. Uyg'urlarga mas'ul bo'lish kerak. Bu har qanday bir organga, har qanday bir tadqiqotchiga yoki hukumatga javobgar emas. O Uyg'urlarning oldida javobgar. Chunki u Uyg'urlarning vakili ve Uyg'urlardan algan kuch bilan, huquq bilan dünya sahnesida boshqalarning oldida gap qilish salohiyati ega. Agar u Uyg'urlarning ichida qonuniyligini yo'qotsa, uningki boshqa yerda gap qilish salohiyati bo'lmaydi, shunday qo'y. To'g'ri. Ammo bu yerda Uyg'urlarga nisbatan mas'uliyatchan muomala qilish kerakda, ammo qilmadi. Endi menimcha bo'lganda asli bu ish qoida bo'yicha bo'lishi kerak. Chunki qoida qonuniyat degan har kimga o'xshash. Masalan, Dolqun esa shunday bir xatolikni sodir qilgan bo'lsa, bu inson uni o'tkazadi. Uning o'rniga boshqasi chiqsa-mu o'tkazishi mumkin. Ammo kim chiqsa, tatbiqlanadigan bir qonun bo'lishi kerak, qoida bo'lishi kerak, prinsip bo'lishi kerak. Normal tashkiliy axloq bo'yicha bo'lganda dunyoning har qanday bir yerida bundaq bir iddia o'tirib chiqqan vaqtda oldi bilan shu odam vazifasini to'xtatib qo'yiladi. Andan keyin mustaqil bir tekshirish komiteti uni tekshiradi, natijani e'lon qiladi, natijada u odam gunohsiz bo'lib chiqsa yo xizmati asli qildi yoki bo'lmasa uningki innovati bir qatim izlanganlik uchun o'rniga boshqasi almashtiriladi. Shundoq bo'lishi normal bir tartib. Ammo Dünya Qurultayı buni qilolmadi hozirgacha. Mushuni qilolmaganlik uchun bir qancha xalqaro tashkilotdan qo'g'lab chiqarildi. Yaqinda bir muncha tadqiqotchilar, olimlar bunga qarshi bayonot e'lon qildi qaytadan. Dünya Qurultayı bunga sal qaradi dedi. Yana masala qarta uchiq bo'lmadi debchi. Shunga ahvolda Dolqun Aysoninki qayta vakil bo'lishi hech bo'lmagandek yana uningki Dünya Qurultayıning raisi sifatida Dünya Qurultayıning saylamiga yetakchilik qilishi bu saylamninki qonuniyligiga ishonchlik darajasiga dog' yetkazadi. Bu yerda Dolqun Ayso bilan hech qanday shaxsiy nimamiz yo'q. Adavatimiz, o'chmanligimiz yo'q. Ham Dünya Qurultayıninki o'rniga chiqishdan iborat bir niyatimizmi yo'q, hatto uningga bizning salohiyatimizni to'shmaydi hozircha. Xo'sh. Ammo prinsip nuqtasidan aqlning yo'li bir, har kimningki aqli normal ishlagan vaqtda, hissiyotning kayniga kirmay, ishlagan vaqtda mushtaq ishlaydi hamdacha. To'g'ri. Bu bir ish bir iddia, bir gumon bo'layotganda hech bo'lmagandek bunga javob bermakda yo'q, vazifadan vaqtliq to'xtatilmoqda yo'q, tekshirish elib bormoqda yo'q. O yerda hech bo'lmagandek vakillik saylansa, hozir bo'layotgan so'z cho'chaklardan qaraganda raislikni qayta qilish ehtimolligi bor. Chunki
reis qayta buldu degan gaplar taqilib yuribdi, ammo o'zi oldingi bir qancha qatimliq yig'ilishlarda va 3 yildan buyon izchil men qayta reis bo'lmayman, bu qatimqi vazifam tugagandan keyin yoshlarga o'tkazib beraman degan va'dalari bor. Shundoq bo'lishi qaramay o'zi buning hozirgacha tushuncha bermadi. Ya'ni bu o'sak so'zlar, ahmoq gaplar bu. Men gapimda turadigan odam, men prinsip bo'yicha ish qiladigan odam, va'dam men bu qatimqi saylovda reis nomzodi bo'lmayman. Dedim-ku, nima hozirgacha? Shundoq-ku. To'g'ri. Bundan demeganligi bu o'sak so'zlarniki menga ehtimollikqa qarta bo'lgan odamniki gumonini oshirdi. Bu davomlashsa, agar davomlashsa deganim To'lqin esa qayta yana raislikka saylansa, u chog'da Dunyo Uyg'ur qurultayiniki saylimining bir ahamiyati bo'lmaydi. Hozir Dunyo Uyg'ur qurultayi qayta nurg'un qarshi fikrlar bor. Bu saylovni shakl vosita, bu saylovda ishni o'tkazilmaydi deganlar bor. Bu oldin o'ynalgan ssenariy deydiganlar bor. Nurg'un narsalar bor. Hem Dunyo Uyg'ur qurultayiniki o'tmishdimi, Rabiya Qodir xonim davridimi, prinsiplari, tuzumlari ijro qilinmagan bir tarixi var. Bunda aytganda, Türkçe aytganda, jinoyat arxivi bir tashkilot bu nizomnomaga rioya qilmaslikda. O'zining nizomnomasiga yani. Amal qilmaslikda. Rabiya Qodir xonimni oxirida kriz ichida, undan keyin tushdi, kriz ichida To'lqin Iyso o'tkazib berdi. To'lqin Iyso'ni kriz ichida oldi. Ya'ni normal bir saylom qilib, mardlik bilan, esirlik bilan o'tkazib bergan bir an'ana yo'q. Bor deyilsa, tunji qatim erkin olib tikin Rabiya Qodir xonim shunday o'tkazib bergan. Bu bir yaxshi boshlanishdi. Ya'ni vazifasi to'shnisini o'tkazib bergan vaqtda. Ammo keyin Rabiya Qodir xonimdan undaq o'tmadi. To'lqin Iyso'dan yana bundaq o'tmasa bu bir intizam, tüzüm dersende qilingan bo'ldi. İkinci biri yana bir kriz bilan ondan keyin yana bir o'tadigan ish bo'lsa, doktor bu bir an'anaga aylanib qoldi. Biz demokratiyani bir an'anaga aylantirishni tashabbus qilamiz. Demokratiya bir kültürga aylanishi, u bir an'anaga aylanishi kerak. Buning uchun bizga o'xshash millatlarda boshdagilarningki pedagogilik ko'rsatishi, ulgu bo'lishi nihoyat muhim. Çünkü xalqninki saviyasi nisbatan tuvan bo'lgandikin va xalqning jasorati bo'lmagandikin demokratik haqlarni qo'llashga, undaqda demokratiyani ustun ijro qilish nihoyat mantiqli. Masalan, Turkiyada nurg'unlagan haq-huquqlar ustun ijro qilindi. Mustafa Kemal Atatürk mesela ayollarning saylanish huquqi, ondan boshqa Turkiyada Atatürk'ten keyingi demokratiyaga o'tish musobaqasida ko'p partiyalik yo'l qo'yish, hammasi tuvanninki isyoni, noroziligi, inqilob bilan emas, yuqorininki yo'l qo'yish bilan bo'ldi. Xo'sh, shunday bo'ldi. Bunda bo'lgan chog'da millatga foydali, xalqqa foydali bir vaziyat shakllanadi. Ammo buni ostinninki isyon qilishi, norozilik qilishi, buningki gap tepishi şekilde amalga oshirishga tashlab qo'yilsa, bu ishlar bu chog'da paramparcha bo'lib ketadigan gap, chechilib ketadigan gap. Xuddi Amerikaninki qurg'uvchilari Amerika demokratiyasini o'zi o'lgu bo'lib ijro qilib barpo qilgandek, biznikilarmi shundoq qilish kerak deb o'ylayman. Agar undoq bo'lmasa, u chog'da bizde demokratik kültürün amalga oshirish tasdiq to'xtaydi. Eng muhimi, menimcha bu qatimqi saylam Dunyo Uyg'ur qurultayiniki demokratiyalashi bo'libmi Dunyo qurultayining saylaminiki shakldan mohiyatga o'tishidagi eng ochiqliq bir saylam deb qarayman. Agar bu saylamda kishilar umidni ko'rsa, bu saylamda nizomnoma, va'dalar amalga oshsa, o çağda kişiler bundan keyin bunun ahamiyatları da takım kişi saylab qatnashidi. Ondan keyin reis bo'g'isi bor, muavin reis bo'g'isi bor yoki ijroiyaning boshlig'i bo'g'isi borlar. Ondan keyin hamma saylan qo'shsam, kishilarning qo'llashiga kirishsam, tutalaydi ekanman degan ishonch bilan bastishib tushidi. Saylan mezgili boshqalardan ovoz to'playdi. Ondan keyin haliqi ishni qilg'usi yo'q, atib qo'ygan shaklda ustiga oldigan emas, balki elishib turib, tutishib turib, elib, ondan keyin kuchab qilib xalqqa, millatga hisob beradigan ham
natija ko'rsatadigan kishilar ustiga oladi. Şuna bu saylamda menimcha men saylamdan keyingi nimamda degandek yozmamda Dolqunaysan benden fedakarlık gösterişi hakikaten mertlik qilib Uyg'urlarniki demokratiyasi uchun bir ulgu tiklab turish kerak. Namzat bo'lmaslik kerak. Yeni chiqqan namzatni chiroyli qo'llab, quvvatlab, uning keyinda turib, dunyo Uyg'ur qurultayiniki tinch ittifoq holatda xalqning tanlashi bilan, saylashi bilan nizomlarga rioya qilgan asosda huquq deb turaylar, bir vakillik qilish huquqi bo'lganligi. Gerçi icra qilish huquqi bo'lmasa almışıdığan mundaq bir medeniyetinin, kültürünün ki biz Uygurlarda yaratılışıga asas sasa bence tarihte yadlanıdı Uygurlar içindeki bir demokratiya atısidek hürmetli sazalar buldu. Eğer ondaq bo'lmaydiken ben kesip ayta alayım. Gerçi yaşım küçük bolsa ular menden tecrübeleri çoğun bolsa üçüncü katım vazife ötse çoğun netice kazanmaydı. Benimki dünya tarihinde köygen okugan cepnezden çıkan tecrübem şu. Bir siyasiyon, bir lider 2 nöbetten artık vazifede devre bölgüç bilense yaratamıyor. Köpünce 3. nöbetki kegeller aldığında 2 nöbetteki töhbelerini yep tübütüp azaytıp mağdur. Bunun misali Yamancık o. Hoş. Bunun misali sen halkara münasebet okuyan bilirsin. Arap devletlerindeki müstabit diktatörler bulsun. Hemisi aynı vakitteki kahramanlar aslında. Eğer çıraylık düşken olsa halkınınki hakiki daisi kahraman ayrılmış. Bizimki Türkiye'deki bizden de duray Reis Erdoğan. 3. nöbetten keyin davamlıq astı qarab ketyapti. Mushkatning çıraylık düşmese mullaq etib düşdüğündek durdu. Düşündüm. Nime bununla hem bu şunchalik to'xtalsak. Hem de ikinci bir qiziq nuqta olsa Hamas'ның lideri Haniye'ninki nimede İran'da öldürülüşü bu naydı qiziq nuqta bo'ladı. Bunun qanday qarashlamdi, qanday bunun o'zingizning tushunchasi bo'lsa deb baxsangiz. Hem de Haniye'ninki İsmail Haniye'ninki İran'ın Tehran'da yeni prezidentinin taxtga o'tirish murosimida qasd uçuruşa bütün dünyanı hayran qoldirdi, cho'chitdi. Doğru. Hem de İsrail'in nüfusunu aytgan vaqtda bir yenilik emas, çünkü 7 oktyabrdan bu yan İsrail'i öldürüş tizimligiga kirgizilgan kishilarning beshida İsmail Haniye batdi. Shunda Hoş. Shunaqa. İsrail'e bunu öldürüş tizimligining ustiga qo'ygan. Shunga İsrail'e bunu icra qildi. Hem de bununki Tehran'da yüz berişi bir başqacha bir ma'noga egida endi. Aslida Qatarda turayotgan bir shaxsni Qatarda turib qasdlash o'rniga İsrailning dushmani bo'lgan İran'ningki poytaxtida, hatto İran'dagi hokimiyat beshdagi hukumatni qo'llayotgan eng kuchli harbiy kuch İnqilobiy muhofazachilar qismininki bargohida shundoq qo'y. Shundoq. Endi qasdlashi, hatto hozirgacha uni boshqargan bomba bilan qasdladimi, ichidan qurilmaliq boshqa portlash sistemasi bilan portlatdimi, ana bu gaplar taqilib yuradi, ammo buni bilmayapmiz hozircha. To'g'ri. İsrail o'zimi buni e'tirof qilmadi, ammo İsrail odatda bu qilishdan e'tirof qilmaslik shaklida e'tirof qiladi endi. Yana nima deymiz? Sukut ichida e'tirof qiladi endi. To'g'ri. Ben qilmadimmi demaydi, men qildimmi demaydi. Normalda agar bir o'ziga xatar qilish ehtimoli bo'lgan davlat bo'lsa, bundaq bir aytlash oldida yo'q, mening pulim yo'q deydi shundoq qo'y. Ammo Isroilga qilmaganiga ko'ra men qildim degan gap. Endi bundan men bir necha nuqtani
tushundim bu meseledan çok. Birinciden İsrail'e Palestin'de Hamas bilen qat'iy yarışını diyor. Söhbetleşini diyor. Çünkü İsmail Haniye Hamas'taki diyalogga uçuk, siyasi tecrübesi var bir şahstı. Eğer İsrail'in Hamas bilen diyaloglaşıp, söhbetleşip meseleni hal qilishni bolsa, yoki Hamas'ın qo'lidagi esirlarni diyalog bilan qutqarishni bolsa İsmail Haniyeni qasdlamaydi. İsmail Haniyeni qasdlaganligini o'zi Netanyahu'niki aylardan bu yana deb kelgandek Hamas'ın taltikusi yo'qdir demas, Gazani taltikus kontrol qilmas degan niyatida nayt keskin ekanligini, bo'lib oldin qattiq Amerikaga berib, Amerikada qattiq qo'llash qilishgandan keyin ama cesaretga kelganligini ko'rib bo'ldi. Bu bir. Endi ikkinchi nuqta, İran noktasını olib aytganda İrandagi nayt ojiz bir davlatligini his qildim. Qarasang, oldingi oyda bular o'zidagi prezidentini qo'g'day olmadi. Ozarbayjondan qaytish safarida To'g'ri. tog'da taqqa usib ulab ketdi. Bunu bir suiqasmidi bilmaymiz. Aşkarlamadı çünkü Abro'yu müdahaliyet musundan. Hatta orada tapamadı. Bu tükçar Amerika'dan satın alan 70. yıllardan kalan kon tükçar ekenlik ortaya çıktı. Hem de bu kadın olsa üzgünkü mihmini en birinci dereceli kullanılan şahslar bu hani İran'da. Hem de eğer sizlerge bir şüphesiz biz badep turvatkan bir devlet hem de hesapta İsrail'e Hamas'ın. Muştunak durup bunun kendi İran'da aşılanınki bargayda öldürülüşü, İran'ınki istihbaratı üçün hem de ecellik bir mağlubiyette. İran'ın ait acizliğinin bir ifadesi bu. Andinkin İran'ınki bir tekaz yolvaslıqınınki yani bir ispatı. Çünkü müstehlik devletler üzerine yaman güçlük ölçüşe tirişidir. Davamlıq özünün küçlük, heyvetlik göstişken. Qarasang O'rta Sharqdan Suriyani qalay muqam qilayotgan, Iroqni qalay muqam qilayotgan, Livanni qalay muqam qilayotgan, undaq bo'lgandan keyin bir kuchi o'xshaydi deb o'ylaysan, ammo ichi bo'sh. Shuning bilan kishilar shunday bir kirsiz o'ttirg'i chiqmaguncha ularningki qog'oz yo'lboshligini bilmaydi-da. To'g'ri. Mesela Suud İttifakı'nın parçalanışı Afganistan uğraşıda mağlup oluştuğundan başlangan. Afganistan'da şu vakitteki Talibanlar, hazırki Talibanların ki hem de ecdatlarından da şu vakit mücahitler Farpat partizanlık uğraşıklığı şarkılık elbette ki yine de Amerika'nın ki koluşu battı o vakitte. Afganistan'da 10 yıl uğraşıklığı şarkılık Suud armisini yengendiğinden keyin başka Suud işgali altındaki halklar Suud kızlar bizden o kadar küçük emasligini his qildi da keyin isyon ko'tarishga boshladi. Oldidan Sharqiy Yevropada, ondan keyin O'rta Osiyoda keyin kishilar mustaqillik jakalab, oxirida Suud ittifoqi nim bo'ldi, vayron bo'ldi. Mesela mush qitim qilqi Rossiya Ukraina urushidimi? Rossiyaning nayt tez fursatlam yengib oldiganligiga nurg'un davlatlar ishongan, ammo bu urush nayt so'zilib ketdi deganga o'xshash masalan. Mushum bir o'rnak endi. Ukrainani demsan? Ha, Rossiya Ukraina urushmi shunga o'xshash masalan, u kuchlarning kuchga emasligiga bir dalil bo'la oladiganligi demak. 3 kunda pulimiz degan qo'm. Pulimiz degan, ammo hozirgacha urush qilib batdi. Demek hem de İran'ın olayda acizliğini, ulanınki askerlerinin küçüğünki şu yağlı katmagan yoki hicabni xalamaydigan qizlarga, ayollarga yetadiganligini ko'rib oldik da bu yerda. Ko'chadagi namoyishchilar kishilarni urushga yetadiganligini. Ya'ni o'zining xalqiga ham kuch yetadigan, ammo boshqalarga. O'zininki xalqiga bostirish kuch yetadigan, ammo tashqi zarbiga nisbatan amalsizligini isbotlab berdi. Bu İran'daki qog'oz yo'lboshligini ko'rsatdi. Ondan keyin meniki yana bir o'ylig'im bu masalada uchinchi bir nuqta deydigan. Mush oxirgisi. Uchinchi nuqta G'azani kelgusida
Gazze'nin kelgüsüde Hamas'ın tepkisi çıkarıp etmek lazım. Meyli Amerika olsun, Palestin'deki Fatah, milli hükümetler olsun, meyli Saudi Arabistan, Arap devletleri olsun, buna çıkarıp etmek çok önemli. Hoş. Aldığım ayda mı yakışık aldığım tazisi mukamede konkret vakti Xitay Palestin'deki bütün karşılaşıp atkan gruplarını Beijing kapırıp ve yaraştırmakçı bulduğu. Şundaq boldu ha. Bu yerden ortak bir resim ilan gösterdi bütün dünyaya yaraşkallıkını cekaladı. Doğru. Hem de Xitay bilen Rusiyanınki, İran'ınki maksidi Hamas'ını saklap keliş. Çünkü Hamas saklanıp kalan vakitte bu yerge bir aralışıqı ulağa bana çıkıdı da. Mudahale kılışqa bana çıkıdı. Eğer Hamas yo'qolsa uçakda işlerini Amerika, Saudi Arabistan, Çin kelsa Misrni qatıdı işin ichiga. Fatah bular birleşip hal qiladi da endi. Şundaq to'g'ri. Endi Haniyaninki qaslab o'ldirilishi, yani Falastinning kelgusida Hamasga faqat urun bermaydiganligini ko'rsatdi-da, İsrailning bo'lsin, Amerikaning bo'lsin. Şuna bunundan biz endi Gazze'ninki kelgusidan biraz faraz qila olamiz endi. Yani mötüdil dünyanın hiç olması yeri mi? Yani Türkiye mesela, Xitay, Rusya itiraf kılgan bir siyasi liderini öldürdü bular çok asli. Doğru. Bunun dünyaya kandak selbi tesir bir şey, Amerika'nın, İsrail'in ne kadar inavadını tüküşüge parmayı bunu kaslep öldürdü. Biri İran'a sen kollavatkan kişilerine seninki paytahtında, seninki dünyanın içi girip öldüreleyme degan signalını verse, yeni bir cihetten ben Hamas'ın Palestin'in kelgüsü siyasi muzafisde qat'iy qabul qilmayman degan gap. Müşahede yana bir hani qolib hozir masalan Palestin yoki İslam dunyosini yoki nimani tushunamiz. Bununga Xitoynimi tushunishdi deyishga bo'lamdi yoki Xitoy nuqtasidan qanday qarash kerak endi qisqaroq to'xtalib o'tsak. Endi Xitoyning nuqtasidan Xitoyni tushunishdi deyishga desak bence biraz mubolag'a gap bo'lib qoladi, chunki Xitoyga nisbatan Hamas faqat bir pishqa tashkilot endi-ku. To'g'ri. Buningki bir liderininki qasd kuchirishi Xitoyga nisbatan cho'ng bir narsani o'zgartmaydi. Ammo Falastin masalasi Xitoyga nisbatan bir qonuniylik, bir xil hurmat, Xitoyga nisbatan bir xil cho'qinishni keltirib chiqaradigan bir fursatchi endi. To'g'ri. Bo'lmasa Falastinda Xitoyning uncha olajak iqtisodiy manfaati yo'q o'zim bilsam. U yerda bir kültürel menfaatimi yok. Fakat bir siyasi menfaat var. Yani Palestin halkını kollagan bulursa, şunu olan İslam dünyasının kömürünü tutsa. Şundak bu. Şundak. Ona boğan diken Haniyanın ölümüyle ular yine bir fırsat girişi bu. Takımı Palestin'e sahipleniş, Palestin'i kollaş, Palestin'in hakkani kuruluş tarafta duruş cihette teşvikat fırsatı girişi bu. Bu cihetten henüzün meydanını tekitledi. Hem tekitleydi o devamlı. Ama mahiyetlik çoğun bir buluşunda Xitayni deb o'ylayman, ammo Xitoyninki ba'zi uyallarını buzganligi qiyin. Ya'ni Palestindagi qaysi guruhlarni birlashtirib u yerda Amerika bilan İsrailning qarshisida bir kuch bo'lib chiqishni o'ylagan edi, ammo bununla İsrail ve Amerika taraf yol qo'ymaydiganligini, Falastinning kelgusi mustaqbilini biz chizimiz deydigandek turdi. Köpten köp rahmet buna ayti etraplıq her cihetden cevap bergen boldunuz. Hem de üçüncü bir sual. 17-ci islatdan başlap Ürümçidən İstanbul'a bevosita qatnaydigan aeroplanning asli keltirdiganligini, mayli Xitoy taratqullari bo'lsin yoki har qaysi taratqulardan buni kuchab tashrif qilyotdi, masalan Do'yinda degandek.
Buningki arxa ko'rinishi yoki buning qarata bir tushanchangiz bo'lsa, buni bir nima qilib bergan bo'lsangiz, yo'ritib bergan bo'lsangiz. Endi Xitoyninki bu Ovasiya yo'lini asli keltirishi oldin qadimmi? Haqqan Fidan Xitoy bo'lgan vaqtda kun tartibga kelgan. Shu vaqtda shu Ürümçi İstanbul o'rtasidagi Ovasiyani liniyasini asliga keltirish. Bizda bu 2016'largacha batdi, bu 2009'lardan boshlanib esimda qolmabdi. 2016-2017'lar to'xtadi bu joy. Shundaqmi? 2016 to'xtadimi? 2016'lardanmi kelganlar bo'ldimi shu 17'lardan keyin? 2017'ning o'ttirlari yoki oxirlari to'xtagan bo'lishi mumkin deb qarayman. 8 yildan keyin qayta etmoqchi. Buni qarab men 2016'da faraz qildim, ammo undan keyinmi keyinroq to'xtagandek esimda bor meniki. Shundaqa. 2017. Men ham bu vaqtda bir vaqt kelganimchida. Men Ürümçi'den Dubayga kelib, bu yerdan Qohiraga, ondan keyin Istanbulga kelgan. Shunga bir vaqt kelmagan, men kelgan vaqtda to'xtaganmi bilmadim. Keyinroq to'xtaganda esimda bor. Ish qilib, ham az bo'lganda 6-7 yil deyli endi. Shundaqa. Ondan keyin bu qayta echildi. Shu chog'da to'xtashdagi sababmi Xitoy taraf deyman bilishimcha. Xitoy taraf Uyg'urlarni bostirishni boshlaganlik uchun bizniki Sharq Turkistonni qamal qilish maqsadida Ürümçi'den İstanbulga uchadigan havo liniyasini qoldirib o'tgan. Ammo bu qatim Hakan Fidan Ürümçiga borgandan keyin Xitoy bilan so'zlashgandan keyin bu liniyani qayta ochadiganligidan keyin bishorat kelgandi. Degandek bu liniya qayta ochildigan o'shaninki u yerdan boshlab aeroplan qatnaydi deb. Haftada bir qatim qatnamdi ekan. Haftada bir qatim. Haftada har shanba deb ko'rdimmi shu bir haftada bir qatnashim borligi. Bu ya'ni shu Turkiya Xitoydagi munosabatiniki bo'libmi shu qatnash jihatdan 2016dan burungi vaziyatga qaytadiganligining bishorati. Ya'ni Turkiya Xitoy bilan o'zimizlik munosabatini yaxshilaydigan deb qiladi. Arada bir Uyg'urlarniki uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni tuvan maqomda bo'lsa ancha-muncha tilga olib kelganligi uchun undan keyin Xitoy bilan boshqa jihatlardagi kelishilmasliklari tufayli munosabati biroz sus qolgan, yiriklashgan. Belki hareket qilib bo'lmaydi, hech qachon munosabat uzib boqqan yo'q. Ammo buni bu qatim taqamo ko'plardan bo'yman Sharq Turkistonga berib bu yerga borgan yuqoridagi diplomat bo'ldi. Ya'ni Xitoyniki manfaatga uyg'un ishni qildi Turkiya. Chunki Xitoy hozir Sharq Turkistonga chet ellik cho'ng diplomatlarni olib kirishning kuyida hozircha. Aytilmaydigan, maqtaydigan, maqtamusma aytilmaydigan, ko'rib kildigan mushta odamlar bo'lsa hozir olib kirishning kuyida. Chunki Xitoy hozir balki qirg'inchilikni tamomlab bo'ldik deb o'yladimi yoki Amerikaniki qattiq iqtisodiy jazosi siqratdimi? Endi buning ta'siri yo'qmi deb hozir BDT'ninki dokulatçılarını setebilişten tartıp benden Arap devletleri veya qaysi devletlerin diplomatları, muhbirleri, nakşi hususilerden tartıp hemen apırıp gözütüp kılıbatılar. Hatta bununla yakın mezgilerde Uygurlarının üzünümü kattı bu işten geçti. Yeterli Uygurlarını neçe yıllık vatandaşlık hasreti, aile, bırakı, azap, elemden keyin hem de vatandaşlık ruhtu kaldırmalar bilen Kürdistanlar buldu deb uningmi yo'l echyapti, tashviq qilyapti. Demak endi bu shu Turkiya Xitoy o'rtasidagi munosabatniki shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilik boshlanishdan burungi holga kelish ehtimolligini ko'rsatyapti. Tushundim. Endi buningga mushunchalik to'xtalib tursak, endi vaqtmi bir qolibdi. Eng oxirgi savolimni so'rasam,
Ama yakından yakı en Türkiye'de bizim Türkiye'de yaşavatkan bolgandyken bununla Türkiye kızık noktalama bizge nispeten muhim bolgan. Şuna endi muşu yakından yakı Instagram'ninki takılışı devlet tarafından takılışı aninkinin bu Instagram çeklengen devletler mesela Xitay deymiz, Çavuşen bu neç devletlerinin şeyde mesela 5. katağı tizilip koyulmuş mesela. Rusya, Bununki Rusya degendek. Bu hem de bu yerdeki bunu qandaq tushunish kerak? Masalan, buni Turkiyaninki axborot erkinligiga masalan daxl tarafuz qildi deb tushunish kerakmi yoki chekildi deb tushunish kerakmi yoki buning boshqacha bir orqa ko'rinishi bormi? Ammo buni cheklab qo'ydik degan bilan hozir masalan men VPN ishlatib masalan tamlatlab chiqib men bilan birga turayotgan bolalarmi VPN chiqyapti. VPN chiqyapti xuddi men vatanda burun tamatlab to'g'ri chiqatdik masalan ba'zida shu vaqtlar yadim kelib qoldi. Bunun qarta tushanchangiz qandaq masalan? Şu sen degandek tunugun kechadan boshlab Turkiyada Instagramni chekladi hukumat. Hukumat cheklimi qo'ydi deyli endi chiqsak bir narsa ichiladi ammo bir narsa ko'rinmaydi, ko'rinmaymiz, bir narsa yo'llayolmaymiz. Turkiyaninki bilishim texnoloji kurumu uçur idaresi demdik andı Uygurca aytganda uçur texnologiya idaresi Uçur axborot organi degandek. Şu cheklimi qo'ydi. Endi Turkiyada bu ijtimoiy taratqularga, andan keyin mediaga besim qo'yish yengillik emas. Bir cho'ngroq ahvol yuz bergan vaqtda yoki ba'zida saylamning oldiki yillarida mushtaq jiddiy ahvollarda uchurga erishish yo'llariga qarata cheklama qo'yib kelyapti. Bu xil ahvol eg'irlayapti. Yani bu qatam ne uchun qo'yganligini bilgili olmaydi bizniki raisninchi. Buni endi ba'zilar deydi shu Hamasning siyosiy rahbari İsmail Haniyaningki ta'ziya xabarlari yoki uning rasmlarini cheklaganlik uchun jazolash maqsadida qo'ydi deydi. Yani ba'zilar deydi bolalarga jinsiy parakandalik soldigan, bolalarni yo'ldan chiqaradigan nimalarni chek hamberlilik uchun shuningga cazalab qo'ydi deydi ammo yine bir yerga to'xtamadi bu gap. Ham yine vaqtimi yo'q. Yine vaqtim yo'q, qarali yo'q. Qanchalik davomlashishini bilmaymiz. Menimcha bu xil ahvollar Turkiyaninki obraziga ta'sir yetkazdi deb o'ylayman. Garchi davlatni boshqarayotganlar o'zining manfaatini chiqish qilib turib qiladi bu ishlarni. Xalqqa yaxshi bo'lish uchun qilayotgan bo'lishi mumkin ba'zi dindor kishilarga yoki bo'lmasa o'zini ko'rsatish uchun ba'zi ishlarda qilayotgan bo'lishi mumkin, ammo bu Turkiyaning obraziga daxl yetkazdi deb o'ylayman. Sen o'zing boy sanab o'tgandek Turkiya hozir bu Instagram'da yakıp yürüdü hozir. Instagram'ni cheklagan davlat desa shu Shimoliy Koreya, Xitoy, Chaushyan, Xitoy, Rossiya, Venezuela degan. Turkiya 5-sida, İran degan. Xo'sh. Bu qarmoqqa mundaqlan bir narsani cheklaganlik bo'lgan bilan bu davlatning obrazini buzadigan bir narsa bu. To'g'ri. Ya'ni sen xohlagan vaqtda kishilarningki axborot berish huquqiga cheklim qo'ysang, buni oldin bu axborot erkinligi degan hamda demokratiyaning birdan-bir nimasi hamda axborotni chekladi degan gap nimaninki demokratik bir nimaninki yoki autoritar bir rejimga qarab mang'alligining ifodasi deb qaraldi masalan siyosatda sistemada. Bu shu Turkiyaninki autoritar ya'ni mustabid bir holatga qarab ketayotganligi yoki ishg'olga kap bo'ldi. Şunda bir nimaning ko'rsatyapti. Gerçi bu Instagram'ni cheklagan bilan boshqa taratqularning yana hamma narsani ko'ralaymiz dunyoda. Lekin bu endi tashqi dunyoga mencha shunda kuchur bir deb o'ylayman. Masalan, men hozir Turkiyada bo'lgandan keyin ta'sir qilmaslik mumkin. Boshqa bir davlatda bo'lsam, masalan Misrda deylik, Misr bir mustabid davlat. Misrda Turkiya Instagram'ni chekladi desa, Misr cheklamaylik masalanchi.
Ben durup oylap kalaman da bu Mısır Türkiye'den demokratikken o da. Oylamam oylamamdı. To'g'ri. Türkiye'nin ahvali biznikidan açarken hep oylaydı da Irak'taki adamlar. Şu an bu sen diyendek Başka bu bir ilgi diktator devletlerge belki bu ilgi qaranglar dep örnek bulup kelişimi mümkün hem de mesela. şunu bu başkalarınınki hukuk olan devletninki bunda kalıkı mutahammetçi müdahale kılışı. Mesela Instagram'da ticaret kılayotgan nurgun kişiler var. O yerden ilan mülazimeti beriyotgan nurgun kişiler var. Sen devlet bulup onun eğer ceza verdiğin şey olsa ceza versen. Mesela maaşını hata kıldın da çok sadece ceza versen. Yani Doğru. takaylı karşı olsa aldın sen kalıkı da koysan onu için mesela. Yoki ma'lum qilayotganlarni cheklab yoki ishini taqsirligimi balki mantiqli. Mesela kalıkı desem onu mesela mavut Instagram takılıdı şunun kartta tayyorluk kılınır. Tuyuksuzdan takıp koysam bugün tamam Instagram takıdım bizge okşaş bu Instagram'da fakat uyun için işletildiğin ticaret için işletmeydiğinlerle hiç gerek yok. Eğer YouTube'da taksan, öbürlüğü televizyonda taksan, ondan gidiyorsa o kişiler ahir hesapta şu sendeki müstabitlik vardı da bu. Doğru. Bu Türkiye'nin obrazına faydasız bence. Bu içinde de birkaç günde ama bunda kalıkı hissiyatçı hareketlerle devlet kılması gerek de böyle. Rahmet. Ben de özüm müşaptilik jiqqan suallarni sorup algan boldum. Şunun qarta özüm bu sualga qarta bir javapga erişkenge okşaş. Mesela bunu anlayatgan körürmenler bolsun. Bunun qiziqidi mushu kun tartibga qiziqidi deb o'ylayman. Mening sualim mushunchalik, mushu vaqt chiqarib mushunga qarta javob berib etrafliq qilganingiz ko'pdan-ko'p rahmat. Sağımı Boshqa köpten qo'shib qo'ygudek ya bo'lsa qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. köp rahmet. Ki söhbetimge katnaştığınız için ve beni kollaganlığınız için. Körürmenlerimizdeki, karindaşlarımızdaki bu söhbetin faydalanışını ümit kılman ve bu vaktiki imkaslarını, fikirlerini bizge kaldırışını sorayman çünkü biz bu şekilde söhbet başına cemi başladık ve şu an bizdeki noksanlarımız tabii ki var. Bunu biz kimki söhbetimizi tuluklap takımı canlılık takımı tabii şekilde biz halkımızdaki hizmetini kılışqa tirişimiz. Bo'ldi, ko'pdan-ko'p rahmat amsa ko'rurmanlarga va Allohga emanet. Kelar kapda ko'rishguncha omon bo'ling.